Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 40 soniga xush keldinglar. Bugun bizningki parlament muavin raisi Abduli Adem efendimni bu programmamizga Yoshlar sadosi temasida taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz. Rahmat. Bizningki bu programmamiz har hafta chiqayotgan, ammo bizning munbar yig'ini sababli bir hafta kechikdi. Undan keyin texnik sebepli yana bir qatam kechikishga majbur bo'ldik. Bundan uzr so'raymiz. Biz tirishchanlik ko'rsatib bu programmamizni amalga har haftada chiqarishga tirishimiz. Bizningki Abduli Adem efendim bizning parlamentning muavin raisi. Bizning hukumatimizga yoshlarning birisi. Bugungi temamiz yoshlar sadosi dedik. Parlamentning nurg'un xizmatlariga Abduli Adem efendim jon fidolik bilan ishlab, nurg'un xizmatlarni yaxshi olib ketyotdi. Bizning hukumatimizdagi boshqa yoshlarga o'xshash hozir nihoyatda olqirab ketayotgan, o'zininki vaqtini ishinib turib, har qanday ishdan o'zining xizmatidan hammadan chiqib turib, hukumatning xizmatini nihoyat yaxshi qilayotgan bir yosh. Biz bu suhbat orqali Abduli Adem efendim bilan tanishib chiqamiz. Ammo bu suhbatni boshlashdan burun til to'g'riliq Mamtimin Ala efendimning bir yozmasini o'qib o'taman. Chunki bu vaqt o'tmaydigan bir yozma bo'lib hozirgi vaziyatda. Tilimiz buzilyotdi. Angliya, Amerika bu dinning bu so'zlari hali ham qimmatli. Uning deyishicha shoirning faqat bir siyosiy burchi bor. Tilini buzilishdan qo'g'dash. So'zlash tafakkurning onasi. Agar u buzilsa, kishilarning o'zi anglayotganlarga bo'lgan ishonchi tuvanlaydi. Bu zo'ravonlikqa olib boradi. O'zimizga kelsak, ilgari boshqalar tarafidan deyilganidek til buzilsa, dil buziladi. Dil buzilsa, uni so'zlaydigan xalq buziladi. Xalq buzilsa, uning hamma narsasi buziladi. Oqibat zo'ravonlik avj oladi. Kunimizda Xitoy mustahkamchilari vayron qilayotgan tilimizni bizmi ongsiz vayron qilyapmiz. Tilimizning ishiltish doirasi ziyoda torayotdi. So'zliklar oddiylashayotdi, kundaliklashayotdi va cho'paylashyotdi. Til o'zaro aloqamizning vositasi bo'lishdan qelyotdi. Bu faqat kun sari yakkilashayotgan bir to'plikning dasturxon ustidagi aloqalashishning vositasiga aylanyotdi. Buning ustiga texmi ansirtagligi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nurg'un so'zlarni kuchsiz qilyapti va hatto o'ltirdi. Masalan, biz bu kelimelerni bargansiri kam anglaydigan bo'lib ketyapmiz. Adolat talab qilish. Bütün sep boyunca Xitoy qarshi turish. Xitoyning qotilligini surishtirish. Yo'qotilayotgan xalq uchun hisob so'rash. Ongsiz bir turda tilimiz qarshilik ro'yini ifodalashdan qilib, qarshilikdan qilishni aqlashga ishiltilyapti. Qotillikni yoshirin qabul qilish, uni unutib olishga xizmat qilyapti. Unutildirib olishga xizmat qilyapti. Texmi to'g'risi tilimiz bizning kollektiv qo'rqinchimizni yoshirin oqlashga xizmat qildiryapti. Osiylikqa majburlanadi. Demak, tilimiz tashlanyapti. Aynayapti, safarbarlik keltirish kuchidan qilyapti. Qisqasi, qo'rqinchli bir tarzda buzilyapti. Shunga Uyg'ur tilini qo'g'dash hammamizning majburiyati. Abduli Adem efendimning Uyg'ur tili yaxshi. Albatta, Abduli Adem efendim o'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Rahmat, mushtaraklarlik uchun rahmat. Assalomu alaykum. To'g'ri yuzidagi barliq vatandoshlar. Hammalarga Allohningki salomi va barakati bo'lsin. Meni o'sha parlamentda ko'plagan qarindoshlar taniydi. Istanbuldagi Turkiyalik qarindoshlarning ko'pincha taniydi. Shundaqmi? Yani boshqa yerdagi men tanimaydigan qarindoshlarga yana bir tanishtirib o'tay. Men dadamning aytishicha 1987-yili terrorchilik boshlangan mezgilda tug'ilib ketganman. Qashqa diyorimiz Qashqarniki Yangi Anayishda. 2006-yilda Qashqa 2-chi to'liq o'tirib bitirib Tianjin universitetiga o'tgan bo'ldim. U yerda 5 yillik o'qish bor bizniki. Doğrusazlık kasbida o'qidim men. 5-yil voqeasi bo'lgan vaqtda mening ko'nglimga hijrat qilish o'ti tutashdi. Men hijrat qilsam bo'lg'idek, dunyoni ko'rsam bo'lg'idek,
degan istek qo'ydi. Shundan pasport yedim va o'qish bitirib 2011-yilga kelgan chog'da shu chog'larda Misrga chiqish bir qadar qulay edi. Misrga chiqdim va Misrda shu Misrdagi mo'tabar ustozlarningki ko'rsatmasi bilan, mo'tabar ustozlarningki yo'l ko'rsatishi bilan Azhar universitetiga kirib, aşağıda bizimki dinimizni texim yaxshi tushunay, dalillari bilan tushunay degan umidda Azhar universitetida o'qidim. Biz ko'p kelayotgan vaqtimizda 2017-yili bu Misr hukumati Misrdagi o'quvchilarni nihoyatda yo'qolan bir moddiy manfaat uchun Xitoyga setayotgan bo'ldi. Bu yerdagi barliq o'quvchilarning oilalari vayron bo'ldi. Bu yerda o'rganish, turmush, darsxonalar hammasi shu Xitoy istixborotininki shu Misr hukumati bilan hamkorlashishi natijasida vayron qilindi. Biz hammaylar ba'zilarimiz qoch oldik, ba'zilarimiz Xitoyga tutqun qilingan bo'ldik. Bundan xalqaro jamoatninki xabari bor. Yuzlagan saboqdoshlarimiz Xitoyga tutib ekitildi. Ba'zilari lagerda vayron qilindi, ba'zilari nima bo'ldi hozirgacha xabarini bilmaymiz. Ularninki ba'zining ayollari hozirgacha shu yo'ldoshlarining izlarini qilib davosini qilib yuribdi. Bundan keyin biz Turkiyaga qochgan bo'ldik. Bizni Misrda tutib olib 40 kun turmaga solab bizni hech qanday gunoh topolmay bular davlat bexatarligiga tahdid qilib kelishi mumkin degan tuhmat bilan bizni surgun qildi. Biz bu yerdan bilet elib shu Xitoyga axtarmalar bilet elib aylanib oldik. Surgunda qilindik. Bu yerdan saqchilar qo'limizga ko'z kishan solingan holatda aeroplanga soldi. Pasportni aeroplanga chiqqandan keyin qo'limiz tutqizdi. Biz Dubayga borgandan keyin bizningki ustozlarimizdan shu chog'da qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin bizga Dubaydan Turkiyaga boradigan biletni to'g'rilab qo'yapti ekan. Turkiyaga birlashgan bo'ldik 2017'de. Alazel aradan 5-6 yıl o'tgandan keyin Turkiya vatandaşlığına erishgan bo'ldim 2022'ning oxirlarida bo'lsa kerak. Mush mezgillarda men Turkiyada ko'plagan tashkilotlarning ko'pligini his qildim. Nurg'ulg'an tashkilotlarning rahbarlari bilan, tashkilot a'zolari bilan uchrashgan, suhbatlashgan bo'ldim. Mush jarayonda har yildagidek cho'ng voqealar bo'lgan kunlar kelgan chog'da davomli Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qildik. Mening ko'nglimning bir yerlari bu biz nimishqa Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qilamiz degan bir savol izchil holda turib keldi. Shu mezgillarda bizningki surgun hukumatninki hozirgi bosh ministri Abdulla Hatnurdamollan bilan to'g'rida uchrashib qoldik va suhbatlar bo'ldi. Shu chaqlarda meningki surgun hukumatga bo'lgan qarashimmi shu boshqa xalqqa o'xshash toza to'g'ri emasdi. Keyin o'sha Abdulla Hatnurdamollanning tushuntirishi bilan hukumatga bo'lgan ko'z qarashim o'zgardi. Bu kishi Alloh taolo ilm bergan Rabbani ilm ehlininki ko'plagan dalillar bilan yaxshi tushuncha bergan bo'ldi. Biz bir qancha qitimlab suhbatlashgan bo'ldik. Shu jarayonda men bu surgun hukumatga ixtisosli xodimlarninki ular shu yosh kurashchi, shu yosh qarindoshlarimizning kirishining lozimligini his qildim. Shuning bilan o'zim men bir kishi to'pam qo'shsam bo'g'idek, mushular vatanimizning mustaqilligi uchun hech kimdan bir ixtilof qilmay o'zininki pul milini, vaqtini, zehnini sarf qilib kurash qilib o'tibdi deganni tushunib, o'tgan yilgi saylovda Turkiyadan millat vakili bo'lib kirdim va 9-qadamli qurultayda muavin parlament raisi bo'lib saylandim. Ko'rib turganlardek shu 8-9 oyning o'zi kuchimning yetishicha, garchi endi bir kasbiy siyosiy zotlardan bo'lmasaqmi, kuchimning yetishicha tirishib xizmat qilishga tirishyapman. İnşallah tirishib ketaman. Rahmat, yaxshi xizmat qilyapsiz. Hammamiz ko'rib turibmiz. Endi sizning xizmatingiz to'lim ig'ir, parlament xizmatiga nurg'un kuch va vaqt sarf qilish to'g'ri keldi. Undan boshqa qobil
qabiliyetingizdan ko'ra tahrirat guruhingizda ishlab turibsiz Uyg'ur tilida. Bu xizmatga yetishyapsizmi? Endi parlament xizmatlarining sifat va unumini o'stirishga ishonchingiz bu bir xizmat. Bu bizningki sürgün hukumatdagi boshqa rahbarlarimiz, boshqa ministrlarimizningki qilayotgan xizmatlarga solishtirganda meni xizmatimni anchalik ig'ir deb ketgil bo'lmaydi. Shundaqdimi xilli salmoqi bor xizmatning. Ya'ni kelib hammamizningki turmushimizni qamdishimiz uchun yoki burundan qilayotgan ishlarimiz bo'lg'achqa parlament xizmatiga vaqt ajratish tez to'xtaydi ekan. Ba'zi kunlari kechalari parlament xizmatini uygun o'rnida qilishimiz to'g'ri keldi ekan. Ba'zi kunlari yig'inlarimizda maktabdagi darsni ruxsat so'rashga majbur qoldik ekanmiz. Ba'zi kunlari ko'pincha hollarda bizningki parlamentningki yig'inlari daxil o'rlashtirilgan bo'lg'achqa bizningki aslida shu farzandlarimizga emraldigan vaqtimiz shu demilish kunlarimiz bo'lg'achqa shu farzandlarimizmi bizni qo'llab qurbonlik berishga to'g'ri keldi ekan. Shu farzandlarim meni qo'llab qilmasa shu birga bo'lgan boshqa gapiradigan vaqtlarimdan foydalanib parlamentning xizmatini qilyapman-da. Alloh ularga foyda qilmata qilsin. Lekin qilayotgan ishlarimningki vatanimizning mustaqillik uchun azroq bo'lsa foydasi bo'lganligini his qilganligim uchun men ishimdan bir xil zodi bugun men nima ish qila olayman, bugun parlamentning qanday xizmatini qila olayman, vatanimiz uchun qanday bir yaxshi ish qila olayman deganni o'ylab davomli bir xil ishimda urg'ib turib ish qilyapman alhamdulillah. Lekin bu parlamentga bir qancha odamningki tirish bilan bu hukumatningki xizmatlari olib kelgan yoki vatanimizning mustaqilligi birdan qo'lga ish emas ekan. Buning o'sha butun parlament a'zolarining o'rtaq tirishchanligi, andan keyin xalqning qo'llashi, har qaysi taraflarning qo'llashi bek muhim ekan. Shunlashqa inshaalloh buningki boshqa parlament a'zolarimizning maslashishi va xalqimizning bo'lmuş xalqimizningki yaqin qo'llashi bilan inshaalloh parlament xizmatini texnik yaxshi qilib ketalayim deb ishonchim bor. Rahmat. Bu aqidangiz bo'lgan ekan vatanga. Sizga bo'layotgan bu besim, jafo hamini olib ketasiz. Xalqimizning qo'llashi bo'lsa bu ishlar unumli bo'ladi. Texnik oladi. Hamda din bizning mustaqillik davarimizdagi nozik bir masala. Sharqiy Turkiston mustaqillik aqidasini diniy yo'ldan bir shayrlab bergan bo'lsangiz. Bu savol masal cho'nliq qoladi. Men hamda o'zimlik bir diniy ulamo emas. Ammo bizningki shu azarda bilgan ancha-muncha ko'rgan kitoblarimizga asosan tushunchamni deb baksam, bu Sharqiy Turkiston mustaqillik aqidasini diniy jihatdan sharhlagan vaqtimizda Sharqiy Turkistonning diniy va milliy huquqni qo'llash bo'lgan talablarining islomiy qimmatlar bilan tushunchada o'rtaq ekanligini bayqaymiz. Bunda o'ylab baqaran bo'lsa, bundaq diniy asoslar bizning da'vorimizni kuchaytirib, mustaqillik yo'lidagi ta'xirsiz bir jiddiyatni ilgari surish mumkin. Masalan, bir qancha nuqtaga yig'inchoqlab deb baksam, birinchisi tavhid va bandichilik. Biz musulmon bo'lgan ekanmiz. Musulmonning birinchi ishi Alloh taoloni bir va yolg'iz, faqat bir Alloh bor deb tunish va buning ishonish. Ya'ni biz iymon aytgan chog'da birinchi bo'lib Alloh bir, Muhammadning payg'ambari deb iymon aytamiz. Hamda Alloh bir deb iymon aytgan vaqtimizda bizningki bandichiligimiz faqat shu Alloh qil bo'lishi kerak. Ya'ni Alloh taolo so'zlarida inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din degan. Buning asosan biz boshqa istilohchilar yoki tajovuzchi olimlarga band bo'lmasligimiz kerak. Ya'ni Xitoy tajovuzchilariga qat'iy bosh egmasligimiz, mustaqilligimiz uchun adabchi kurash qilishimiz kerak. Mana bu tavhid va bandichilikning jumlasidir. Ishlamaysa. İkincisi huquqni qo'llash, adil bo'lish va kamsitishga qarshi turish bizning islom dinimizningki prinsiplaridan biri. Ya'ni har qanday bir musulmonning huquqi, obro'yini qo'llash, mayli hatto dushmanimiz bo'lgan taqdirdami, adil bo'lish, adil guvohlik berish, o'zimizning ziyni bo'lgan taqdirda adil bo'lish, andan keyin har qanday bir kamsitishga qarshi turish bu Alloh taolo bizga buyurgan, bizga farz qilgan bir ish. Masalan Alloh taolo sura Maidada ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist
ve la yecrimennekum şen'an kavmin ala alla ta'dilu. İ'dilu ve aqrabu lit-takva degan. Yani biz adil bo'lmasak olmaydı. Sharqiy Türkiston xalqining dinini ve milliy kimligining kamsitilishiga biz qarab tursak olmaydı. Bu yo'qlik uchrayapti. Bunun qarashtirish barcha musulmonlarning jumladan biz Sharqiy Turkistonlik musulmonlarningki bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Yani kelib islomda davlat va hukumatning yaxshi boshqarishi va adolat qurish shart. Yuqorida o'tganimdek, Sharqiy Turkistonda o'z milliy va diniy kimligimizni qo'llab qilish uchun cho'qim bir hukumatimiz bo'lishi kerak, cho'qim vatanimiz mustaqil bo'lishi kerak. İslamning nazarida bu dunyoda adolat uchun tirishish, haq-huquqni qo'llash, oxiratda Alloh taolaning oldida so'riladigan bir ish. Sana shuncha ne'matlarni berdim. Sana mushlar kurash qiladigan, mustaqillik uchun kurash qilgan bir sharoitni berdim. Sen bana ibadet qilib turib, haq adolat qildingmi, adolatni yaqaladingmi, qarindishingninki yuzabroyini qo'g'didingmi deb so'raldimiz oxiratda. Mesela Sure Ahzab'daki ya eyyuhan nebiyyu ittaqillah ve la tuti'il kafirin ve munafiqin degan ayet. Obdan o'ylaydigan bo'lsak, bizni kafirlarga, ya'ni Xitoylarga bo'ysunmaslikqa yoki ba'zi munofiqlarga ergishib, ularning paysiga ish qilmaslikqa undaydi. Bu har bir musulmon diqqat qilish tegishli masala. Uchinchisi jihad. Biz jihad degan vaqtimizda ko'pinchalarda kallamizga Alloh taolaning yo'qida haqni qo'g'dash, zulm qarshi ma'nosida pul melini va jinini kechish, ya'ni oldin sepda urush qilishni ko'z oldimizga keladi. Amaliyotda buningdan boshqa yana bizningki dinimiz, milliy huquqimiz, ziminimizni qo'g'dash uchun mushtaq siyosiy kurashlarni, tarbiyalashlarni, namoyishlarni qilishmi jihadningki jumlasida bo'lishi mumkin. Albatta bunga meningki ilmim cho'ltilik qiladi, buning g'alaqa kesib bir narsa ishga. Ulamolar bir narsa dedi, lekin mening tushunchamda shunday, ya'ni Alloh taolo Qur'on Karimda va ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah val mustad'afina minar rijali wan nisa val wildani allazina yaquluna rabbana akhrijna min ahli qaryati zalimi ahliha vaj'al lana min ladunka waliyan vaj'al lana min ladunka nasira. Yani bizning vatanimizdagi xalqimiz, ayollarimiz, ota-onalarimiz, ota-singillarimiz shunday deb niyat qilyapti. Nido qilyapti, to'layapti. Ey Sharqiy Turkistonlik o'g'lonlar, qanisizlar? Bizni qutqazmamsizlar? Bizni qutqazib kelmamsizlar? Bizning vatanimizning mustaqilligi uchun sizlar kurash qilmamsizlar? Chet ellarda o'zingning rohatini deb xotirjam o'zingning turmushini o'sib yashayveramsizlar, unutolmasizlar. Bizni unutdinglarmi? Xitoylar bizni dafsan qilib ketdi deb ashada nido qilyapti. Biz buni qaylab tursak bo'lmaydi. Biz bunga qarab tursak bo'lmaydi. Bu har bir musulmonningki, har bir Sharqiy Turkistonlik musulmonningki boshlatib bo'lmaydigan burchi. Hamda yana bir nuqta ummatning birligi. Musulmonlar amal qila olmayotgan bir oyat shuki, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwati shayton innahu lakum aduwwun mubin. Hozir musulmonlar bu oyatga amal qilib bo'lmaydi. Ya'ni sizlar dinga to'liq kiringlar. Shaytonninki sizlarga siz bergan yo'llariga ozdirishlar ergashmanglar degan oyatiga amal qilib bo'lmaymiz. Agar mushayat amal qilsak, hozirda qarindoshlik ig'izil bo'lib kelayotgan sharoitda Sharqiy Turkistonning mustaqillik masalasini xalqaralashtirish bo'lsin, islom dunyosining jihodiy davosini qatnashtirilishi bo'lsin, ummat o'rtasidagi yordamlashish va hamkorlikni kuchaytirish bo'lsin. Bu nuqtaning hammasida bu Sharqiy Turkiston masalasi gündemga kelgan bo'ladi. Hamma davlatlar yordam qilgan bo'ladi. Alloh taolo yana bir oyatda Sura Maida'da deyman. Sura Maida'da aytganki: "Va ta'awanu 'alal birri wat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi val udwan." Ya'ni sizlar yaxshilik yordamlashinglar, yomonlik yordamlashmanglar dedi. Hozir Xitoy nima qilyapti? Erkiy qirg'inchilik qilyapti. Buning yordamlashayotganlar va buning melni qilayotganlar va vizalar Xitoyga kirib chiqib bizning qilayotgan da'voyimizni yolg'onga chiqarayotganlar va ular yomonlik yordamlashyapti, bilib bilmay. Lekin mustaqillik ko'rishimizga yordam bo'lishi kerak. Sharqiy Turkistondagi din qarindoshlarimizning manfaati uchun biz Sharqiy Turkistonliklar bilan birlikda turish barliq musulmonlarningki boshlatib bo'lmaydigan burchi. Sharqiy Turkistonliklarning emas, dunyoning hamma yeridagi o'zini musulmon degan har qanday bir musulmonniki
bizningki mustaqilligimiz uchun, bizningki hurriyatimiz uchun, bizningki Alloh taologa haqiqiy ibodat qila olishimiz uchun bizga yordam berishi, vatanimizning mustaqilligi uchun yordam berishi, ularning boshlatib qo'ymaydigan bir ish. Oxirgi bir nuqta zulmga qarshi turish. Bizning dinimizda zulmga qarshi turmaslik, zolimga bosh egish shirk hisoblanadi. Ya'ni bu nimish bundoq deysiz desilari Rabbimiz Alloh taolo Qur'on Karimda uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir degan. Ya'ni zulm kuchurgan vaqtingda sizlarga ularga qarshi jihad qilishinglar, ularga qarshi urush qilishinglar uchun sizlarga ruxsat qildim deb Alloh taolo Qur'on Karimda. Biz qaysi bir zulm uchirmadik. Biz uchirmagan zulm bormi? Biz uchirmagan zulm yo'q. Dunyoda hech bir qancha uchrab boqmagan bir zulm uchratimiz biz. Uchirdik. Irqiy qirg'inchilik uchirdik. Deb kelsak, nurg'un zulmning nurg'un turlarining hammasi uchirdik. Bundaqkan bizning ash zulmga qarshi turmasligimiz, beshimizni ichiga tiqilib, gap qilmay, mustaqillik ko'rishimiz uchun kurash qilmay, bo'ldi desinganini yaydab yurishimiz bu shirk bo'ladi. Chunki Alloh taolo sen zulm uchirsan, onun qarshi da'vatidir. Qarshi shu shirk bo'ladi. Bunga diniy jihatdan bekis aytishga mening savobatim to'shmaydi. Rabbani bilimlar deyish kerak. Ammo chiqib aytsak, bu hukumatlar Sharqiy Turkistondagi mustaqil harakatning diniy ta'minotini yana bir qadam ilgari suradi. Bu tushuncha ba'zidan tushunmaslik mumkin. Lekin shunday o'ylagan vaqtimizda bizningki mustaqillik ko'rishimizning haqiqatan diniy aqidamiz uyg'un, shariatga uyg'un bir kurash ekanligini yana bir qadam esimizga ola olamiz. Rahmat. Demak, diniy nuqtadanmi Sharqiy Turkiston uchun kurash qilish Alloh rizosi uchun bo'ladi, dinning farz bo'ladi deb qaradik. Hamda siz hukumatimizda yoshlar ichida eng aktivlarning biri Xitoylar jan-jahli bilan yo'qotishga urinayotgan hukumatimizning kelgusi dal sizlardek yoshlarga bog'liq. Buningga sizda tayyorlik bormi? Endi gapni rostini qilsam, buningga men tayyorligimiz bor demayman. Chunki vatanimiz munqariz bo'lgandan beri da'vo monopol qilindi, sahnalashtirildi. Hatto suiiste'mol qilinib, ba'zi siyosat o'rnini olgan tilimchilarniki jambaqalgan puchuq qachiqqa o'xshab qoldi. Gapni sal achchiq bo'lsin, do'st yig'ilib aytar, dushman kuldirib deb, sal achchiq bo'lsin, ochiq demasak bo'lmaydi. Muhojiratdagi da'vogar atalganlarning az bir qismidan boshqasi mustaqilligimizdan allaqachon umidini uzib, tor dunyosida quruq gap setib jambaqishning qo'yib tushganligi hammaga ma'lum. Bunisi ishning ichidagilarga qarang'u emas. Yana o'sha da'vo septikilarga har qaysi tashkilot rahbarlari bu qarang'u emas. Ashunda qilayotganlarning borligi. Shundaqmi vatanimiz mustaqillik uchun borlig'ini atagan, bu da'voni ibodat o'rnida ko'rib, tinim topmay kuch chiqarayotgan qarindoshlarimiz yo'q emas. Buni ko'rib turibmiz. Yo'q emas. O'zining borlig'ini atab, pul melini atab, zihnini atab, hech bir manfaat ko'zlamasdan faqat o'sha ibodat, men o'sha vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilsam, mayli natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ammo men savobga erishaman, ammo men bir qalbi qilg'uchi bo'laman degan bir umidda xizmat qilayotgan, mustaqilligimiz uchun xizmat qilayotganlar yo'q emas. Biz gerçi milliarddan ortiq nüfusga tajovuzchi Xitoylarga taqobil turarligidek oldi bo'lmasakmi, Alloh men vatanimning mustaqillik uchun qurbonning hech kuch chiqadim. Ey Alloh, sening har qachon mazlumlar bilan birlikda turganligingni qat'iy ishonchim komil. Men oxirgi qilganlarimgacha vatan mustaqillik uchun tirishdim deyishimiz uchun izchil holda tayyorligimizni puxtalayapmiz. Buningda biz parlament a'zolar, nurg'un parlament a'zolari o'zi bola chaqalarini beqib turib, xizmatini qilib turib, yana oqshimga kelib, boshqalar uxlayotgan vaqtda xizmat qilyapti. Buni xalqimiz keyin his qilishi mumkin, minalqa riyo qilib deb o'tib bo'lmaydi. Bu Alloh razoligi uchun qilayotgan ish bo'lgandan keyin. Bu tayyorligimiz bor demasakmi, biz tayyorligimizni qilyapmiz. Qilish bo'shib qolganimiz yo'q. Inshaalloh texnik ko'p samimiy qarindoshlarning amaliy qo'llashi bilan bizning tayyorligimiz inshaalloh tutadi. Rahmat. Endi bu işte ig'ir ish, ammo bu iroda, bu aqida bo'lsa, bu xizmat tutadi. Qilmagan xatarlik.
qiysa tama keldilar deb Doktor Mehmet'in efendim bizim Cumhuriyetimiz yana bir yazım yazdı. Bu gerçi bizdeki küçümüz acizlik tuğan bilen biz azlık tuğan bilen bu Allah rızası için bu bizdeki vicdanımız için, hatırcamlıkımız için, insan oğlumuz için bu iş kança cepalık olsa kılımız. Sizlerdeki yaşlar var, ümit var. Hem de munbercigini, bizning hamkorligimiz amalga oshgandan keyin munbercigini siz oldin qatimliq munbercigini riyosatchilik qildingiz, yaxshi riyosatchilik qildingiz. Munberning ishlari yaxshi ketyotdi. Hem de siz bu munberga riyosatchilik qilib yaxshi yurgizayotgan bir a'zo bo'lish sifatingiz bilan bu munberning o'tmishi va kelgusi to'g'risida hozir ko'p gap qilib beradi misiniz? Bizning hamkorlik munberimiz to'g'risida. Rahmat muayyanlashtirganliklar uchun. Bizniki Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri Erkat xonadonligining qurganligiga 5 yil bo'lgan xotir kunda qurildi. Yaxshi ko'plagan tashkilotlarning qiziqishi qo'zg'adi. Biz ikki qitimli qilganda muvaffaqiyatli, ko'ngilli ochgan bo'ldik. Munberdagi barliq a'zo tashkilotlarning rahbarlari bir-biridan isil oliyjanob rahbarlar ekan, bular bilan nimishqa burunroq tanishmagan bo'lgan deb qoldim. Bir-biridan isil odamlar, isil tashkilot rahbarlari bilan tanishgan bo'ldik. Biz birinchi qitimli yig'inimizda o'zaro tanishib, tashkilotlarning alohidaliklari, hukumat bilan qaysi yerdan hamkorlasha olamiz degan nuqtalar to'g'risida suhbatlashib bir tanishish yig'indek bo'lgan. Shunday do'stona bo'ldi. Alhamdulillah. Anadan keyin bir oydan keyin biz ikkinchi qitimli yig'inimizni taxmin bir ashga bo'ldi. O'tkazdik. Bu nihoyat g'albilik bo'ldi deyamiz. Ya'ni buningda biz mustaqillik hamkorlik munbirininki nizomnomasi qoida prinsiplarini madda ovoz qo'yib ma'qullab chiqdik. Bu xuddi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ba'zi narsani ovoz qo'yib qaror olgandek nihoyat tartibli bo'ldi. Bir-biri bilan urush yo'q, dardlash yo'q. Nihoyat tartibli bu tashkilot rahbarlarimi Alloh razı olsun nihoyat cho'ng sifat bir-birisiga yo'l qo'ygan, bir-birisiga tushungan avval alda shu nihoyat yaxshi. Ovozlarda biz 30-40 moddadan ovoz qo'ydik. Shuning ichidan faqat 3-4 moddalar yetarli ovoz qo'yishmaganlik uchun ma'qullanmadi, lekin %95% ovoz 195% modda yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu cho'ng bir g'alaba. Bu demokratiya hamda. Qanday kelsa bu bir shakl bo'ladi. Xo'sh, bir demokratiya to'g'ri. Oddiy bir munbarninki nizomnomasininki ma'qullanish emas, bu bizningki shuncha ko'p tashkilotninki hukumat bilan hamkorlasha oladiganligi, tashkilotlarning bir-biri bilan hamkorlasha oladiganining bir ifodasi. Buni Xitoy balki bildi, ichidan qan ketdi deyalamiz. Xitoy buni ko'z qo'yib bu tashkilot bunda hamkorlashsa biz necha million hajlab buni arsiga shuni soqolmasa bunda hamkorlashsa deb qo'rqdi. Qo'rqatdi. İnşallah lekin taqa cho'ng ishlar oldimizda inshaalloh. Ya'ni biz Xitoyga qarshi amaliy ishlarda hamkorlashimiz keyingi yillarimiz uchun yana mustaqilchi tashkilotlar uchun munbirimiz inshaalloh yaxshi bir fursat hozirlaydi deb o'ylayman. Shunga boshqa tashkilotlarning munbarga a'zo bo'lish uchun iltimos qilishini umid qilaman, chunki qancha ko'p amaliy ish qilgan, quruq gap emas, quruq gap qilgan emas, amaliy ish qilgan tashkilotlar texnik ko'p atrofimizda yig'ilsa, o'zaro hamkorlashib, sildi yo'qni men chiqarman, men yo'qni sil chiqarlar, o'zaro birlashib kuchimizni kuchaytirib, tashkilotning kuchaydi, hukumatning kuchaydi, oxirida beribchi mustaqillik ko'rishimiz alg'siljiydi inshaalloh. Rahmat. Demak, hamkorligimiz yaxshi ketyotdi. Buningga mustaqillikni iroda qilgan, aqida qilganlar xo'sh bo'ladi. Ammo Xitoylar xo'sh bo'lmaydi. Buningga cho'qib o'yin o'ynaydi. Buni buzishga tirishadi. Xo'sh. Hamda 5-iyul bu bir nihoyatda bizga bir ig'ir bir kun. 5-iyul Uyg'ur Urumchi qirg'inchiligi to'g'risida ozroq so'zlab beradiksiz. Bu kirmak tez bir tema, ammo chunki biz buning uchun namoyish qildik oldin qatda. Hamda sizniki savollarga javobini qanday ifodalashni yaxtan bilmayman, chunki
bu gün yüz bergen vakalar Hmm. meyli naq meydanda bağlı olsun, meyli medyadan kögelli olsun. Her kaçan adamınki şürkünü izidir. Her kaçan başında Xitayning erkeklerini hep bağlan. Hmm. İşte küllerini esliginimde, namayış kılarımda men o şürkünü tolumlu azaplandı. Tacavuz Xitayninki aşında ve onun netleştirilgen kırgınçılıklarını ilip bağlılığı aşkar yoşurun davamlaştırıp atqanlığı bu bir hakikat. Bazı qardaşlarımız unutup qalatqan bolsunmu? Xitay 1 minut 1 sekund to'xtab qolgani yo'q. Ashunda qirg'inchilikni qilyotgandi. 5-yil o'ch qashqari qilgan bo'lsa, Hmm. hozir yoshirin qilyotidi. Mediaga chiqmagan bilan yoshirin qilyotidi, uningda ashaddiysini qilyotidi, kamplarda, turmalarda. Biz bexutlashmasligimiz kerak. Undaq ekan, qonga qon, jonga jon qisas elish har Sharqiy Turkistonlikniki huquqi, majburiyati. Tajovuzchi zolim Xitoy aman bir kuni bütün qılmış etmişlerinin hesabını vermeye kalmaydı. Barlıq şehitlerimizin kan kısasını çokum alırız. Kun kısasını aman bir güne çokum alırız inşallah. Allah'ım. Rahmat, rahmat. Endi boydan beri biz din to'g'risida so'zildik. Men bir narsani oydin qilib olg'im bor. Dinda yolg'onchilik va tuhmatga qarata bir ta'bir bormi? Sizning tushunchangizni deb beramiz. Bu hozirgi ba'zi qarindoshlarimiz diqqat qilmayotgan bir masala. Alloh taolo Sura Nahlning 105-oyatida faqat Allohninki oyatlariga ishonmaydiganlarla yolg'onni to'qiydi degan. Ya'ni bir kishi yolg'on so'zlagan vaqtida Alloh taolaning oyatiga ishonmagan bo'ladi. Demak, yolg'onchilik munofiqlikning asosi bo'ldi. Yolg'onchilik munofiqlikning asosi bo'ldi. Rostchilik iymonning asosi. Bu sal qaraydigan masala emas. Shunga yolg'onchilik bilan iymon faqat o'zaro bir-biriga qarshi holda bir yerga keladi. Sahabalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ey Allohning payg'ambari, mo'min sehiy bo'lamdi deb so'raganda, deb javob berdi. Mo'min bexil bo'lamdi deb javob so'raganda, dedi. Andan keyin mo'min yolg'onchi bo'lamdi ey Rasululloh deb so'raganda, yo'q. Mo'min yolg'onchi bo'lmaydi dedi. Yani bir hadisde bir kişinin ki anlayanlarının hepsini sözleşi bunun yalgancılığı yeterliktir degan. Yani birisi şunda bir gapni anlaplam ijtimoiy mediaga chiqib tarastirish biznasini yezib alıcı so'zlagan bo'lsa, anlaganning hammani yezib so'zlab qo'ygan bo'lsa, bu uningki yalgancılığa yeterlik isbot. Hani hadis turibdi. Uning hech qanday boshqa o'ylanish, boshqa narsa qilish kerak emas. Yuqori deb o'tdik, u unda yolg'onchi bo'lsa, u yolg'onchilik bilan iymon bizga kelmaydi dedik. Yolg'onchi Alloh taolaning oyatini inkor qiladi dedik. Demak, ko'p so'zlagan, so'z topolmagan yoki yolg'onchining xabarini bilib turib yetkazgan chog'da yuz bergan ishlarni paydo qilish bilan billa osh kishi ikki yolg'onchining yana birisi bo'ladi. Yolg'on so'zlagandan birisi bo'lsa, ma'lum yolg'onni bilib yoki bilmay anglab bilan darhol topgan bo'lsa, bu mu shu yolg'onchilarning qatoridan bo'ladi. Peygamberimiz aytgandek, rastchilik, xotirjamlik, yolg'onchilik bo'lsa, ensizlikdir. Yolg'onchilar vay buni nima qilib oldim ya, arsiq kuchni soqoldim ya degan bilan kechasi xotirjam uxlay olmaydi ular. Ensiz. Rastchilar odam xotirjam uxlaydi, uyqusini shirin, lazzatini tatiydi. Lekin yolg'onchi odamchi kechasi xotirjam uxlay olmaydi. Esimda qolishicha, bir o'lima doimlik farzini ado qilmagan kishidan vaqtda belgilangan farz qabul qilinmaydi degan vaqtida buningdan bu doimlik farz degan nima damollar deb so'rabdi. So'ragan chog'da bu doimlik farz degan rostchilik debdi. Ya'ni buning yolg'onchilik qilgan odam doim amal qilishimiz kerak bo'lgan bir farzni ado qilmadi degan. U yolg'onchi bo'lsa, uning qilgan namozininki, qilgan boshqa ibodatning nima foydasi bo'lsa? To'g'ri. Yolg'onchilikniki, ya'ni hukmini mushunchalik so'zlasak, qolganini endi ortiq gap ketmas deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Yolg'onchilik va tuhmat islom dinida qat'iy qabul qilinmaydi ekan. Biz oldingi qatim 5-iyul namoyishga chiqdik. Munbarning xizmati nihoyat yaxshi yurishib, nurg'un tashkilotlar bu namoyishga amaliy kuch bilan kuch qo'shdi, namoyishga chiqdi. Dunyoning har qaysi joylarida bizning namoyishimiz nihoyat dog'dug'lik ilib berildi.
Endi biz nima uchun namoyish qilamiz? Mencha oldi bilan biz inson bo'lganimiz uchun. İnsan ekanmiz, bizning insonlik haqqimiz bor. Shu haqqimiz uchun namoyish qilamiz. Eng muhimi biz shehidlarimiz uchun namoyish qilamiz. Ushbu vajidan bu namoyishimiz, bo'lib 5-iyul namoyishimiz muqaddasdir. 2009-yili 5-iyul bizning o't yurak yoshlarimiz qarindoshlarining haqqi uchun, adolat uchun maydonga chiqdi. Shehid bo'ldi, turmuga tushdi. Ular o'zi uchun, o'zining yuz obro'yi, foyda manfaati uchun emas, balki qarindoshlari uchun maydonga chiqdi. Xo'sh, biz hozir shu oqqan qon uchun, shehid bo'lgan jon uchun namoyish qildik. Biz namoyishga yuz ko'rsatish uchun, biz namoyishni yuz ko'rsatish uchun qilmaymiz, shaxsiy g'araz uchun qilmaymiz. Undaq ekan namoyishga saf qalb bilan, pok vijdon bilan chiqaylik. Aramsiz quturgan shaxsiyatimizni qo'yib chiqaylik. Vatan eg'izdagi qafiyalardagi vatan bo'lmasdan, vatan eg'izdagi qafiyalardagi vatan bo'lmasdan, qalbimizdagi vatan bo'lsin, amaliyatimizdagi vatan bo'lsin. Bu da'vo mardlarning, vatanga aqidasi borlarning, haqiqat tuyg'usi borlarning, haqiqiy insonlarning da'vosi. Ushbu sabab nomardlar, sahnachilar, o'yinchilar, insonlik hislatdan nasib olmaganlar bu da'vodan yiroq turinglar. Chunki Sharqiy Turkiston sürgün dokumenti faqat xalq manfaati tarafdan turadi. Har qanday fitna bilan bizning hukumatga ziyonkashlik qilolmaysizlar. Chunki bu xalqning irodasi. Xalq biz tarafda turishini, biz bilan mirni-miriga taraf mustaqillik irodasi uchun tang kurash qilishni chaqiramiz. Bu da'voni samimiy qilish har birimizningki majburiyati. Hamda bu da'voda biz hozir muhojirat qila oladiganimiz namoyish. Namoyish nima qilmasak, quruq gap bilan qilganning hammasi da'vo bo'lmaydi. Oldimizda Yarkan qirg'inchiligininki 10 yillik namoyishi bor. Bizningki Washingtonda qilamiz, buningki nimasini chiqardik, e'lonni chiqardik. Shu Washington atrofidagi barliq qarindoshlarningki bu namoyishga qatnashib berishini va butun dunyodagi Sharqiy Turkiston fuqarolarininki boshqa davlatlardan bu namoyishga aktiv qatnashib berishini umid qilamiz. Chunki biz namoyishni qilmay, biz quruq gapni qilib, andoq, ma'mundoq desak, amaliyatimiz hech nima isbotlab berolmasa, biz xalqimiz ko'zi kelolmaymiz. Shunga ortiq gapni qilmaymiz. Amaliy ish Yarkan qirg'inchiligining 10 yillik namoyishiga hammamizning chiqishini umid qilamiz. Hamda Abdulla Odam akandan yaxshi so'zladingiz. Sizdan diniy bilimlarni oldik, xo'sh bo'ldik. O'sha ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Rahmat. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Keyin qitim programmamiz to'rda e'lon bo'ldi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Alloh qilsin.